parfyumeriya olamidagi o'z sohasini professional mutaxassisi qadrdonlarimizdan bo'lishadi. Yangi yil oldi bir hadya yetkazdilar. Bekzod aka shart emasdi. Donik sog' bo'lsin. Necha kun bo'ldi Londondan Qadrdonim Dilmurod G'ulomov uchun Angliyadan- maxsus special mana kecha yetib keldi maxsus. Voy. London tayyoragohida mana. O'zingiz olib keldingiz. Hitrowdan Primoy, maxsus Rahmat. doktor Bekzod Xalilovdan special. Rahmat. Bu oxirgilaridanmi? Bu 2024 уже mana. O'tar kechasi bir oy ham bo'lmadi. Hadya uchun rahmat Bekzod aka. Absolyuti. Bilamiz, parfyumeriyada o'zgarish ancha yillardan beri xizmat vazifani o'taysiz. Bir oyog'ingiz Fransiya, bir oyog'ingiz London, Angliya bo'lib qolgan to'g'risi. Lekin go'zal yurtimiz O'zbekistonimizda shunday bir biznesmen, kuchli biznesmenlar borligidan juda ham xursandmiz. Qadrdonlarimiz sog' bo'lsa, rahmat hadya uchun. Qadrdonim. Brend parfyumeris. Aynan brend parfyumeriyaga bemalol murojaat qilinglar. Ayniqsa shunaqa bir yangi yil kunlarida, bayram arafasida. Hadya uchun rahmat. Qadrdonlarimiz bor bo'lsin. Qadrdonim Dilmurod G'ulomov. Nomer